Qishloqdagi o'qituvchi kelinning ta'til kunlaridan lavhalar davom etadi. Ertalab oyijonim o'rtoqlari bilan uchrashuvga ketayotib, o'zingizni bilib ishlaringizni qilib o'tiring dedi. Xo'p bo'ladi oyijon deb mana shu darvozaxonani tozalashdan boshladim. Lekin shu bruschatkani hech ham qizartira olmayapman. Balkim eskirganligamikin, nima qilsam bo'ladi, maslahat berib yuboringlar. Undan keyin farzandlarim abidga bilinchi qilib bering deyishuvdi. Xolodilnikda qarasam, sutimiz qolmay qolibdi. Suvda ham bilinchi qilsa bo'larmikin deb YouTubedan qarasam, rostdan ham bilinchi qilsa bo'larkan. 1 litr suv, 3 ta tuxum, 1 piyola yog', 1 chini unni aralashtirib, suyuq holatdagi xamir holatiga keltirib oldim. Bir rus bloger qaynoq suv quyib, suyuqroq xamir qilsangiz teshikchalari ko'p bo'lib ochiladi deganini ko'rgan edim. Shuning uchun mana shunaqa suyuq holatdagi xamir qilib oldim. Bir xayolim rostdan ham bo'larmikin, qattiq bo'lib qolmasmikin deb o'yladim. Kartoshkani ham shunaqa qilib mijib-mijib tashladim, ezganimdan tashqari. Baribir o'zimiz yeymiz, ham qo'lim toza dedim. Undan keyin mana pishirishni ham boshladim. Rostdan ham o'xshaydi ekan, ham yumshoq chiqar ekan. Qilsanglar bo'laverar ekan, sut yo'q deb bahona qilib o'tirmanglar. Farzandlarimga ham yoqdi, teshiklari ham ko'p. Undan keyin gazlarimni shunaqa qilib chiroyli qilib tozalab oldim. Yeyishimdan oldin shunaqa tozalab qo'ymasam, hech ham ovqatni yegan deb bo'lmayman. Shuning uchun doim ovqatni qiliblar gazimni tozalashga harakat qilaman. Oyijonim kelsa ham qilgan ishlarim ko'rinmay qolmasin deb oshxonamni bir yo'li tozalab, keyin bilinchiklarni yeyishga o'tirdim. Sizlar ham shunaqamisizlar? Oshxonanglar toza tursa, gazlaringlar yuvilgan bo'lsa, keyin maza qilib ovqatlanasizlarmi? Menimcha hamma kelinlar shunaqa bo'lsa kerak-a?